Assalomu alaykum, hurmatli aka-ukalar. Charchamayapsizlarmi? Charchamasam dalamizdan o'zini lavha qilay dedim. Ko'chatamiz holati. Hop, pastda ayollar ko'chat uzyapti. Shu onasining bag'ridan uzmasdan katta qilgan albion ko'chatlaridan bor. Shu 8 tariqda. Yosular mana bu kleridan bo'shagan joylarga ekamiz. Ertalab terim qildik, terib jo'natib yubordik, xudo olsa manziliga. Albionni yaxshi, xudo olsa, albiondan baraka topasiz, xudo olsa. Mana shu kleridan bo'shagan joylarimiz. Yaxshilab chiroyli qilib. Agarlar bilan hali kashshaglanmagan, kashshaglaymiz hozir. Tirmalaydi deydimi, shuni qilamiz hozir. Konchilar sug'orishlari, kapilni, kraniklar hammasi qo'yildi. Chiroyli qilib. Hozir kleridan bo'shagan joyga hammasiga albion ekiladi, xudo olsa. Shu 22 ta ariq tushdi. Standartda qildik uni ariqlarni. Yaxshi yomon emas, o'sha chisti. 120 lik ariq. Bu qirg'oqdan bu qirg'oqqa 120. Masalan, usti 70 bo'lsa, agatning oralig'i 50. Shu oq mulcha kilonkalari qo'yilib, kapillar tortib xudo olsa. Bugun obeddan keyin tortamiz, kapillarni tortib, kilonkalarni yopsak, mulchalab. Keyin xudo ertadan ko'chat ekiladi. Ertadan keyinmi? Xudo nasib bo'lgan kunda bo'ladi, ko'chatlar uzilyapti. Bundan ertaroq men o'sha oxirdagi 8 ta arig'imni qo'shilmasam, faqat ko'chatga tashlagandim. Shu mana shu yerga ko'chat ekish maqsadida. Oxirgacha chiroyli qilib mana bir qarach bu yerda o'zi yo'q. Bu yoq o'sha zabor qo'shni tomon. Holat shunaqa holatda. Charchamanglar aka-ukalar, charchamanglar. Har bir dehqon qilayotgan ishlarga Alloh taoloning o'zi baraka bersin. Bu ko'chatni ekishdan maqsadimiz, xudo olsa, avgust 15-20larga hosilga kiradi. Mana bugun iyunda 10-iyunmi? Qo'ring, xudo olsa 2 kunda ko'chat ekiladi. 70 kun, 80 kundan chiroyli qilib, yashil masasini ham katta qilib chiroyli qilib olsak, bu yog'i avgustda 15-20siga xudo olsa birinchi hosilni beradi. Mana shundan oldinroq bo'lar, u endi tabiatga bog'liq ko'proq. Sal issiqroq kelsa, sal sekinroq bo'ladi. Iliqroq kelsa, normal rivojlanadi ko'chatlar. Charchamanglar aka-ukalar, charchamanglar.